بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم aziz hurmatli mehmonlar. Ushbu birodarimiz akramjonni chaqirganlar paytda mana bu xonadonga kelib ikki yoshni baxti uchun saodat uchun duoga yig'ilgan ekanmiz. Avvalambor bu ertalabda qilingan duolarimizni barakotli qilsin. Hammalarimizni Alloh tabolay va taolo ertalab turg'izib uyqu ne'matini kechasi berib ertalabda yana ko'zimizni ochib aqlimizni parishon qilmasdan ko'zimizni ko'radigan, qo'limizni ushlaydigan, oyog'imizni yuradigan, qalbimizni o'zini his qiladigan qilib qo'ygan Allohga hamd sanolar bo'lsin. Endi gaplarimizni sar-sekinroq gaplashib turamiz. Endi amr ma'ruf bo'layotganda gapirsanglar gunohkor bo'lib qolasizlar. Biz ham gunohkor bo'lib qolamiz, sizlar ham gunohkor bo'lib qolasizlar. Bo'lmasa sizlar gaplashib olinglar, biz nima qilaylik, sabr qilaylik. Shuning uchun gaplashayotganda, xizmat qilayotganda ishorat bilan qilinadi. Ozgina bir ishorat bilan qilsanglar, o'zingizlarda ham mehr oyat kalimalariga, hadisga bo'lgan muhabbatlar oshadi. Agar uni qilmasanglarki, undan mehr bo'lmaydi. Aytgan narsa masala qalbingizga kirmay qoladi. Shuning uchun umid bilan bu birodarimiz tahlil qildi. Bir oy burun bu boshlanish arafasida hammalarda aytgan, hammamizga xushxabar jo'natgan. Bu umid bilan endi sizni o'zimizdan qorilar, ustozlar bilan o'tiribdi. Bu sizlarga xizmatinglar. Shuning uchun ozgina sabr qilib, ish qilayotganda itoat bilan sekinroq gaplashib tursanglar, o'shanda bir-biringlarga va bu yerdagi mehmonlarga muhabbatinglar bo'ladi. Mana Alloh tabolay va taolo birodarimiz qiz uzatyaptilar ekan, rahim ekan. Borayotgan yerlarida oilalarini Alloh tabolay va taolo mustahkam oilalardan bo'lishni nasib aylasin. Endi qiz bolani ojiza deyiladi aslida. Bu ojiza bo'lgandan keyin otani hukmida bo'lar ekan. Muxtasar Muqoya kitobimizda shunday bayon beriladi-ki, qiz bola voyaga yetguncha otani hukmida bo'ladi. Ota uni nazorat qiladi. Shariat shunga beriladi va o'zining kufrini topib berguncha otani nazoratida bo'ladi. Shuning uchun qiz bolalar otani yaxshi ko'radi. Otani suyadi. Ko'chadan kelsa, yugurib borib dadajon deb bo'yningizga osiladi. Juda yaxshi ko'radigan zot qizlar uchun nima bo'ladi? Ota zoti bo'ladi. Mana payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom ham bitta qizlari qolgan Fatima onamiz. Payg'ambar alayhissalatu vassalom ham yaxshi ko'rardi, Fatima onamiz ham yaxshi ko'rardi. Dadajon deganda ming million marta dadajon deyoradilar Fatima onamiz. Shunaqa mehri kuchli bo'lgan zotlar qiz bola. Biz johiliyatlik davridan qolgan bizda bitta illat bor aslida. Bu ham bo'lsa bitta qiz tuqqandan keyingisi qiz bo'lsa, uchinchisida nima qilamiz? Alloh tabolay va taoloning bergan ne'matiga unamaymiz. Bu qiz bola jannatga olib keladigan, do'zaxdan parda bo'ladigan, Allohning bergan buyuk ona zotlardan ekanligini unutib qo'yamiz. Yana nima deymiz? Qiz ko'r deymiz. Agar yana qiz tug'adigan bo'lsang, uyimga kelmagingiz. Ana johillik. Bu qalbimizda bo'lgan johillikni bir turi bu. Onani qonidagi bolani qizda o'g'ilga, o'g'ilda qizga o'rnatib qo'yishni qo'lingizdan keladimi? Bir o'ylangki, tafakkur qiling o'zingiz. Bir o'ylaningchi, bir ojiz, nihoyatda qo'limizdan hech narsa kelmaydigan bir ojiz bandamiz. Onani nutfadan paydo bo'lib, uni o'g'ildir, qizdir yasab bergan Alloh-yu. Shamoyilini chiroyli qilib, ko'zini ko'zingizga, qulog'ini qulog'ingizga, yuzingizga, sochini sochiga hamma yo'lda ushatib qo'ygan zot Alloh-u. Vaholanki shu narsaga bir xil vaqtida eshitib qolamiz, falonchini kelini yana qiz tutgan ekan, kino bolasi raddomga borib, turxonaga borib, u debdi. Bu johillik. Azizlar, Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom huzurlariga borib so'ragan ekan, ya Rasululloh, qiz bolani boqishlikning mashaqqatini aytingiz. Hammamiz bilamiz mashaqqatini. Haqiqatda qiz bolani katta qilish mashaqqat. Ayniqsa mashaqqatligi ota-ona biladi mashaqqatligini. Ko'chaga chiqib bir yerga bir borib yumush bilan keladigan bo'lsa, ota-ona nima o'tiradi? Bilasizmi? Yinan tepasida o'tiradi. Esalomga kelib olammikin, esalomga uyga kelib olammikin degan hayotda buni sezmaydi.
farzand sezmaydi. O'g'il bo'lsa ham, qiz bola bo'lsa ham sezmaydi. Ko'chadan bir mahalligina keldingmi, bolam? Desa, "Omon kelmading u" desa, "Ha, kelaman" deb nimcha menga o'shani devorasizlar deydi. O'sha boshiga tushganda u ham biladi. Uni ham boshiga bir farzandni Alloh berganda, atta, ota-onam men ko'chaga chiqib uzoq qolib qolsam, menga shu gapni gapirardi ya. Mana shu narsa mening boshimga tushgan degan narsa bo'ladi, boshingizga keladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan sahobalar so'ragan ekanlar qiz bola to'g'risida. Qiz bolani singildir, boqdi, voyaga yetkazdi, o'zini kutini topdi, shunga mukofoti nima deganlar jannat degan. Nechta qiz boqqanidir, qizlarni so'raganda, sonini so'raganda 7 tami, 6 tami, 5 tami hammasiga jannatning eshiklari bor ekan. Qiz boqqanga, singil boqqanda, ota-ona o'lib ketdi, singilni ham qiz qilib chiqarganda, shuni ham jannatga kamirib qo'ygan. Ota-onadan keyin singillar qolganda, ota degizmasdan, ona degizmasdan, akadur, ukadur, shularni chiroyli qilib chiqarib, o'rniga, kiftiga tom bergan inson ham jannatga kiradi, jannatga do'xtir bo'ladi. Ikkita qiz boqqancha ya Rasululloh deganda jannatga kiradi dedilar. Yana so'radilar, ya Rasululloh bitta qiz boqsa-chi dedilar. U ham jannatda dedilar. Ko'ryapsizmi? Kim aytyapti? Men aytmayapman, o'zlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytyapti. Bitta qiz boqqan inson ham jannatga deyapti. Jannatga kiradi. Mahshorgohda qiyomat kuni bo'lganda ayollarimizni amal daftarlari bitilib, jannatga, do'zaxga, do'zaxga burilib, amallarni bajarib, do'zaxning eshigiga olib kelib, qizlarimizni udhulu xo'p jannatga deydigan, kiringlar jannatga sizlarga, bo'ldi, hamma orqada qoldi dedilar. Shunda jannatning eshigiga tagiga keltirib aytar ekanki, "Ey Robbim, bu jannatning ichida bizning vujudimizga sababchi bo'lgan otamizdir, onamizdir, bormi?" der ekan. Yo'q, ular hali jannatga kirgani yo'q, ular azobini tortyapti desa, kim aytar ekan bilasizlarmi? Siz bilan biz o'tirgan qora ko'z aytoram akamiz unday masalan. Biz jannatning eshigini oldiga olib kelib qo'ysa, indamay kirib ketaveramiz ekan. Otam qani, onam qani ular ishga yaramaymiz ekan biz. Qizlar yarar ekan, o'l birodarlar. O'sha sen qiz tug'ding, nimaga qiz tug'orasan? Qiz bola anaqa deb qiz bolani sha'niga har xil gaplarni gapirayotgan insonlar siz bilan biz kirib ketaverar ekanmiz. Ey hayriyat, qutuldik, hamma azob qoldi. Alloh bizga jannatni berdi, kiraveramiz jannatga deymiz. Jannatning eshigini tagiga qizlarimizni olib kelib qo'ysa, qizlar aytar ekanki, bu jannatda biz otamiz, onamiz bormi yo Robbi der ekan. Ha, ular hali jannatga kirgani yo'q, ular azobni tubatda der ekan Alloh. Shunda aytar ekanki, ey yaratgan Alloh, otamizsiz onamizni jannat bizga tatmaydi degan. Qizlar aytar ekan, "Ey birodarlar, jannat bizga tatmaydi. Ota-onamizni jannatga kirgizgan, ana endi biz ham jannatga kiramiz" dedi. Ha, ular azob uqubatda desa, qolgan gapni qolgan aytar ekan, "O'sha azob uqubatni bizga bergin yo Robbi. O'sha ota-onamizni azob uqubatni biz tortaylik-ku, ota-onamizni jannatga kirsin" dedi. Biz masjidda tiriklik dunyoyimizda o'shalarni bir xil vaqtida so'kib, bir xil vaqtda zajri siyosat qilib, 3 dekanda, 4 dekanda, ularni chiqarguncha sachimni olib tusharga mana bo'lib ketam deganlaringiz siz jannatga olib keladi. Siz jannatning eshigini tagiga olib ketar ekan. Alloh tabolay va taolo aytar ekanki, shularni shunday mehr, muhabbat qo'yganligi jihatidan olib keling, ota-onasini bilan jannatga kirgizing der ekan. Kim? O'sha qizlarimiz. Shuning uchun qiz bola dunyoga kelsa-chi bayram qiling. Qiz bola ko'rsangizki, yaratgan Allohga shukr qiling. Alhamdulillah, Allohim menga do'zaxdan parda bo'ladigan, jannatga olib keladigan bir ne'matni berdi deb duo qiling. Ana o'sha duoingiz shukrona ne'matlar. Ana sizni jannatga olib kelishingizga sababchi bo'ladi. Mana Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom hozir yana bitta narsa, aziz birodarlar, hamma yoshlarimiz, hozir zamonimiz nihoyatda texnika, qo'limizda telefon, internet degan narsalar bor. Bu yaxshi tarafi ham bor, yomon tarafi ham bor. Yaxshi tarafdan foydalansangiz manfaat olasiz, yomon tarafdan foydalansangiz adashib ketasiz. Endi hozirgi zamon hamma yo'q kiyim dizsimi, to'qlik dizsimi, boshqa dizsimi internetdan topib olyapsiz. Internetdan topib shunday aynaqasini bossangiz uyingizga olib beryapti.
Uyingizni ham shunga, tanimasangiz ham shunday deb qo'ysangiz, uyingizga olib kelib beradigan zamon bo'lyapti. Nima istasangizda, shunaqa zamon bo'lyapti. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom davrlarida bunaqa davr bo'ldi. Mana o'tgangi jumada eshitgan bo'lsanglar, to'y haqida ma'ruza qildik. To'y haqida. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning o'zini uylanganligi haqida va Abdurrahmon ibn Avf radhiyallohu ta'ala anhuning uylanish to'g'risidagi hikoyalarni imomlar ilhom qilganicha nima qilib aytib berdi. Mana bu yerda bitta narsa borki, to'y, valima, boshqa narsalar hammasi o'tgandan eslab xotirlagan insonlar yo'q emas dedi. Hammasi hujjatli bor. Borgan. Ihson qilishliklar borgan. Bitta yeri bor dedi. Ihsonlar hammasi oxirgi isrofgarchiliksiz. Isrof qilsangiz o'shanga savob bor. Qarz olmasdan qilsangiz shunga savob bor. Endi uni dabdaba xo'ja ko'rsin, birovdan qarz olib ertaga pul uzib olaman deysiz, o'sha ihsoningiz ihson bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom kunlarning bir kunida Fatima onamizni ko'rgan ekan. Singillarni aytib aziz birodarlar, bitta nihoyatda bir ojiz tarafimiz bor. Ojiz tarafimiz shuki, ishlaymiz, bola chaqa deymiz, kasblar deymiz, shularni xabar olamiz. Sizlarga rahim ham qilolmay qolamiz ekan bu xil holatda. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom Fatima onamizni doim ko'rardi. Kunlarning bir kunida Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom Fatima onamizni uylariga ko'rgan ekan. Shundan bir ibrat olaylik azizlar. Eshiklarini chertdilar. Ichkaridan Fatima onamiz hozir kim bo'ldilar? Dadangiz, men Muhammad alayhisolatu vassalomman, qizim sizni ko'rgani keldim. Bo'lib ketdilar. Yana ancha daqiqadan keyin yana eshikni shunday chertdilar. Hozir dadajon, hozir dedilar. 3 bora chertdilar, vaqt o'tkazib, dada yo'q. Oxirgisida eshikni chertib, bolam, tinchmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Sizdan bir xabar olgani keldim. Shunga davush bermaganingizga hijolat bo'ldim. Nima qilay, ketaverayman dedi. Yo'q, dadajon, hozir chiqaman dedilar. Ancha vaqt o'tdi. Bir nafas ancha vaqt o'tganidan keyin oldilariga chiqa olmadilar. Shunday dadajonisini ikki olam sharvari bo'lib turgan Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomning oldilariga chiqa olmadi. Eshigini shunday ozgina bir qiyalatdilar, eshikni orasidan assalomu alaykum dadajon, ming bora uzr dedi. Kiyimimni dedi, yuvib qo'yavering. Sizni oldingizga kiyim chiqqanimda kiyim topa olmadim. Shuning uchun oldingizga darrov chaqirib sizga chiqa olmadim dedilar. Shunday zotni qizi azizlar, ikki olamga sarvar bo'lgan, podsholar qadamlarining tagida dunyoni chachib qo'ygan, nima desa muhayyo qiladigan Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomning muborak qizlari bir kiyimda yuvib, qo'yib, yana kiyib, xizmatda bardavom bo'lib turgan va dadasini oldiga hozir bo'la olmayotgan bu Fatima onamiz bo'ladi. Bizchi dunyoni payombaz qilib sochib qo'ysak, dunyolarni kamida 5 yilga, 10 yilga yetadigan qilib sarfolarni qilib bersak, o'sha sarfoga ham yana bu O'zbekistonniki, Italiyanniki emas, avval Fransiyaniki emas, boshqa davlatniki emas deb oilalar o'zgartiramiz. O'ylab qarang, bitta kiyimni kiyim qilib chiqa olmagan, sizni bizga sarvar bo'lgan, sizni bizga yo'lboshi bo'lgan, u kishining sharafidan bizlarni Alloh qiyomat kuni duolari ijobat bo'ladigan payg'ambarning ummati shunday isrofgarchilikka yo'l qo'ymasligimiz kerak. Kifoya qiladigan narsa, qarz bo'lmay kifoya qiladigan narsaga yoshlarimiz ham xo'p deb qabul qilish kerak. Mana shunda sunnatga muvofiq bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomning muborak hadislariga binoan bo'ladi. Shuning uchun buni yoshlarimizga uqtirib olish kerak. Oilaning sharoitini chiroyli uqtirib olganimizdagina ana muaddab muhabbat ziyoda bo'ladi. Avval
sizu bizni mana ulug'lab o'tiribdi, davrimizda bularni kifoya qiladigan narsani beradi. Eng asosiy nima derdim? Oilang bilan tinch bo'lsa bo'ldi, baxtli bo'lsang bo'ldi, dunyo topilaveradi, keyin ham topilaversan dedilar. Shuni miyasiga o'tirib olgan. Mana shu o'tirganlarni aksarizdan bunday o'ylab ko'ring, uylanganingizda yo boshqa kunlaringizda ota-ona bolam peshonangga aytsa, dunyo topilaveradigan narsa. Ammo baxt omadingni Alloh taolo ato qilib bersin deb haqqingizga duo qilardi. Mana shu duo barakatli bo'ladi. Endi bitta narsa silay rahim hammalarimizga hozir kunda ko'tarilgan payti bo'lar ekanlar. Jabroil alayhissalatu vassalom Arafot tog'ida Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomga Qur'onda oxiri nozil qilingan maqomda o'tirdi. O'sha Qur'onda oxiri nozil qilganda Qur'onning tavomiga yetkazdi. Islomni din qilib berdi. Qur'onni muhofazasini Alloh o'zini himoyasiga olganligini Jabroil alayhissalatu vassalom olganlarida aytgan ekanlarki, ya do'stim Jabroil, endi vahiy ketdi. Vahiydan keyin mendan keyin ham tiriklik olamga tushib vahiy o'tishasini deganlarda yo'q deganlar. Men qaytib vahiyda o'tishmayman deganlar. Lekin o'sha tiriklik dunyoga tushaman-u 10 ta narsa xor bo'lsa, o'sha 10 ta narsani yer yuzidan olib chiqib ketaman deganlar. Shunda aytganlar, birinchisi insonlarning orasidan mehr, muruvvat ko'tarilsa, o'sha mehr, muruvvatni aqlini ko'tarib ketaman deganlar. O'ylab qaraylik, eng asosiysi aslan o'rtamizda mehr, muruvvat, qarindosh urug'chilik, aka-ukachilik hech qachon o'rtamizdan ko'tarilmasin. İzzat hurmat birimizga mujassam bo'lsin. Saudiya mamlakatining Makkatul Mukarrama Madina Munawvarada katta bir imom o'tgan ekanlar. Zabardast olim imom o'tgan ekanlar. U kishi o'sha paytda omonatdor ekan. Bizning tilimizda ortiqcha bank ekan. O'sha bankga pul qo'ysangiz ertaga shunday beradigan bank. Bir kishi keldilarda, siz omonatdorligingizni bildim. Meni 2000 dinor pulim bor. Shuni ushlab tursalar, men falon mamlakatga borib bir yil ishlab kelaman deganlar. Bir kun bir kishi keldilarda, menda 10.000 dinor pulim bor. Shuni olib tursalar, falon yerga boraman. Qanchada kelasiz deb so'rab ekanlar. 1 yilda beribdilar. 1 yilda kelmabdi, 2 yilda keldilar. Kesalar u kishini tavob bo'lgan ekan. Uydagilar biz omonatga hech qachon xiyonat qilmaganmiz, bilmaymiz dedi. Bu kishini Makkatul Mukarramada chorshanba kuni ulamolarni fatvo beradigan ulamolar yig'ilishadi. Bu kishi Makkatul Mukarramaga keldi, ulamolarni oldiga keldi, shunaqa imom chi mendan omonat oldi. Men 2 yilda keldim, 3 yil 1 yil va'da qildim. Omonat uydagilar tahomat bera olmadim. Ha, u kishi taniydi dedilar. U kishi omonatdor dedilar. Siz debdi endi debdi Zamzamda debdi oldiga borasiz debdi, kechasi tahajjud o'qiysiz. Zamzam debdi kelishi jannatdan keladigan suv debdi. Bilib qo'ylar, ichadigan suvingiz jannatdan keladigan suv. Umraga borib ishlayapsizlar-ku, maza qilib to'yyapsizlar-ku, boshi jannatdan keladigan suv. Bu jannatdan keladigan suv debdi. Tahajjud namozini o'qib jannatda xudoning tepasiga boraylik, palvoni, meni omonatimni qayerga qo'ydingiz desangiz, jannatdan o'shunda o'sh keladi. Bu kishi jannatiy debdi. Xo'p debdilar, tahajjud o'qibdilar, sabatlarda xudoning tepasiga kelibdilar-da, palonchi meni omonatim bor edi, omonatimni uydagilar bilmayapti, omonatimni aytib bering deganlarida tovush keldi. 3 kun kutib tovush kelmabdi. Yana yig'ilishga borib shunaqa degandan, bunaqa bo'lishi mumkin. Masalan, kishi jannatiy inson edi. Insonda ham xato bo'lar ekanda. Endi Yamanga borasiz debdi. Yamanda bir quduq bor debdi. U quduq kelishi to'zoqdan keladi debdi. La'nat, Allohning la'nati tushgan quduq debdi. Endi shunday tahajjud o'qish borasiz debdi. Vaqtida tahajjud namozlarini o'qib, quduq boshiga borib, palonchi shunaqa omonatim bor desalar, to'zoqdan tovush keltiradi. Hayron bo'ldilar. Ey birodar aziz, sizga ko'pchilik jannat bashoratini bergan edi-yu, omonatdor dedilar-ku. Nimaga siz endi mana shu yerdan tovush qilyapsiz deganlar aytganlar. Ey birodar, men tiriklik dunyoda omonatdor bo'lib yurgan ekanman. Sizlar hamda ham qilgan ekanman-u,
otamdan qolgan bir qarindoshim bor ekan, uzoq ekan, uni hayoli xotinimga ham keltirmagan ekanman. Yaratgan Allohning hisobida shu narsa bor ekan. Shunga hisob bera olmasdan do'zaxga kirdim degan. Kimdadir otasidadir, onasidadir shunday bir mehrga muhtoj qarindosh urug'laringiz bo'lsa, tiriklik paytingizda tanangizda joningiz borda bir xabar olishingiz bir dunyo pulni sarf qilish emas. Assalomu alaykum deb xabar qo'ysangiz, o'sha aytgan narsaga sizga ibrat bo'ladi, muhosabangiz yaqin qiladi. Payg'ambarimiz hadisiga binoan kimiki silai rahmda mahkam uchasa, umri boqiy bo'ladi, rizqi ulug' bo'ladi, Alloh barakotli umr beradi. Kimiki barakotli umr ko'raman, umrimni uzoq qilaman desa, silai rahmda Alloh taologa hammangizni sog'lik salomatlik bersin. Alloh taologa barchalaringizni ushbu kun ertalabda qalb qulog'ingizla eshitib, qalb qulog'ingizda his qilgan barchalaringizni Alloh ushbu kun sog'lik salomatlikdan bahramand aylasin. Sohibi ihson birodarimizni ham qilayotgan ihsonlarini qabul ayla. Ushbu ihsonga sababchi bo'lgan yoshlarga baxt, saodat, omad yo'lsin va Alloh taolo xudo adolat hayot bersin. Ozgina bir vazifa salovat sharif aytib qo'yiladigan ozgina taklif bor ekan. Foruqlar hali sabit qilsalar, birgalikda salovatlarga inshaalloh sherik bo'lamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله